Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz bizni bo'shagan banочкаlarimiz haqida bo'ladi. Bo'shagan idishlarimiz, nima ishlatganman Faberlikdan va nima yoqqan, nima yoqmagan. В основном Faberlikda hamma narsasi zo'r. Shuning uchun sizlarga hozir kamtum tugagan narsalarim haqida aytaman. Tak, bu La Crème'dan krem gel для душа. Gel для dushasi bundan nabor bo'ladi. Gel для dushasi bor, qo'lga kremi bor, dezodoranti bor va universalniy kremi bor. Tak, bu gel для dushasi mana уже tugagan. Polni ishlatib bo'ldim. Zo'r. Вообще hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Tak, bu qo'l sovuni. Жидкое мылоsi. Buni ichiga hozir avval qolib ketgan shampun solib qo'yganman. Avvalgi qolib ketgan bizdagi boshqa kompaniyadan shampun qolib ketganda o'shani solib qo'yganman, chunki qulay dozatori bor. Bunday qisib qo'l yuvishga ishlatib yuboramiz deb solib qo'ydim, chunki shampunda boshqa ishlatmayapmiz, u shampunlari yaxshi emas. O'shaning uchun bunga solib qo'yganmiz. Bu La Crème seriyasidan, mana La Crème seriyasidan yana bodom hidligi. Bu ham yaxshi. Mana orxideyaniki ko'proq yoqdi. Bodomi hidi menga o'tkirlik qildi. Buni ichiga hamma biladi, hozir anavi maska bor-ku, balzam karbon. O'shani solib qo'yganmiz. Mana shuncha ishlatganmiz. Hozir boshqa balzam ishlatyapmiz. Shuning uchun bu ham xullas u balzam karbon kattalik qiluvdi. Biz bo'lib ishlatgandik. Chunki qolib ketadi, srok o'tib ketadi deb. Mana bu krem mılamiz для кухни, kuxnya uchun deb pantenol tarkibida bor. Qo'llaringni yumshoq emas, namligini yo'qotmaydi. Bu ham orxideyaniki. O'zi orxideya hidlilar menga vobshamda zo'r yoqyapti hozirgi kunda. Mana уже 3 ta sovun ishlatganmiz. Hozir yana bitta sovunimiz tugash arafasida. Mana bu qo'l krem, жидкая перчатка, vobsham zo'r krem. O'zim shundan ishlatib mana tugatdim. Avval Faberlikda ishlamaganimdan oldin qanaqa krem? Hamma ishlatadigan barxatdan ruchka ishlatardim, lekin uni hidi bilan buni hidini o'rtasida вообще yer bilan osmoncha farqi bor. Qo'lingiz shunaqa mayin, xuddi haqiqatan perchatka kiyib, yo'qa perchatka turgandek bo'ladi qo'lingizda. вообще zo'r krem ekan. Hammalaringga maslahat beraman. Kim o'zini sevsa, o'zini o'xot qilishni yaxshi ko'rsa, shu kremni olishni maslahat beraman. вообще qo'l uchun zo'r. Faberlikda hamma kremlari qo'l uchun hammasi ham yaxshi. Endi zubni pastalari haqida gaplashamiz. Мягкое отбеливание mana kamgina mashinada qolgan. Ishlatib tugatamiz. Просто keyingi videomga olib qo'ymay deb ko'rsatib yuboray, tashlab yuboraman keyin idishini. Shuning uchun bu zo'r. Bu ham мягкое отбеливание, yumshoq oqartirib beradi. Obyomi kattagina 100 mg. Bu esa 200% oqartirib beradigan. Mana отбеливающая концентрированная зубная паста. Bu konsentrированный bir garoshina, bir tomchichasi bemalol tishlaringizni ko'pirtirib, maza qilib yuvishga yetadi. Menga plus seriyasi ko'proq yoqadi. Bu ham zo'r, lekin bunisi ko'proq yoqadi. Bu 75 mg bo'lsa kerak. Tak, 75 gram. Bu ham zo'r. Bu tugadi. Keyin buni ishlatdik. Уже bu ham mana qarang tugayapti. Undan keyin mana sochga kraska 30 nomerida olganman. O'zim ishlataman. Sochchi tabiiy qora rangidek chiqadi. Chorniy, mana bir osik qop qora rang chiqadi. Bunda 305, temniy kashtan shokoladniy shunaqangi qora chiqadi, lekin quyoshga chiqsangiz jigarrang yo bir nima bo'lmaydi-yu. Mana o'sha ishlatib olganman, ishtimasi yo'q. Nima qora rang chiqadi. Mana shunaqa rang chiqadi. Xuddi tabiiy qora rangim avval qizligimda qanday bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa rang. Keyin mana Faberlik Home пятновыводители. Buni men Germaniyada chiqarilgan. Buni men bilasizlarmi qanday kir solaman mashinkaga. Kam bir qoshiqcha qilib solib ishlatardim. Dog'larni yaxshi ketkizib beradi. 500 gram ancha ishlatdim. Shunday bir qoshiqcha solib qo'shimcha parashokka qo'shimcha qilib ishlatdim. Zo'r, kirlarni yaxshi ketkizib beradi, yaxshi. Undan keyin bunaqa sredstvo ishlatganman vanna yuvish uchun.
vannalarimizni tozalab beradi. Yaxshi bu ham. Bu avvalgi seriyasi, hozirgi seriya olganim, yana oldim bundan. Hozir ishlatyapman, tugasa ko'rsataman. Bundan ko'ra u quyuqroq, bu suyuqroq edi. Hozirgi yangi chiqqan versiyasi quyuqroq chiqqan. Keyin dezodorant Ideo, hidi rosa ham pudroviy, приятный hid. Rosa ham zo'r. Kim ishlatmoqchi bo'lsa, mana уже qolmagan 150 mg. Так, artikul 0575. Rosa ham zo'r hidi, приятный. Sizlarga maslahat beradigan narsalardan biri bo'lsa kerak, ekspert shampuni laminiрующий. Haqiqatdan ham sochlarimni shunaqangi mayin qilib, so'lqillatib qo'yadi. Даже balzam ishlatmadim. Shuni ishlatganimda даже balzam ham, maska ham ishlatmadim. Chunki o'zi sochlaringiz maskaga ham, balzamga ham muhtoj bo'lmaydi. Lekin agar uni ham ishlatsangiz, вообще haqiqatdan laminatsiya qilgandek bo'ladi sochingiz. Lekin обязательно fenga quritamiz. Fensiz bo'lmaydi. Fenga quritamiz, ilojimiz yo'q. Tak, mana bu zubni pastamizni keyingi safar ko'rsatsam ham bo'lardi. Kamgina bor, masjidda qolgan kamginacha. Bolalarimniki 6+, lekin bolalarim hali 5 ga kirgan, bittasi 6 ga kirgan. Yaxshi zubni pasta ftorlik, bu mandarin hidligi. Bu safar endi bu tugasa, ularga banan hidligini olib bermoqchiman, chunki banan hidligini hidlab ko'rganimda juda ham hidi yoqdi. Mana hali bor, kamgina qolgan. Mana masjidda tagida qolgan. Xudo xolasa ishlatib bo'lsa, mana tepalari tugagan mana уже. Yaxshi. Nimalari ham. Tak, ikkita atirchamiz qoldi. Buni umr yo'ldoshimga olib bergandim, Blockbuster. Tug'ilgan kunlariga ikkita berdim. Bittasi Chelsea, bittasi Blockbuster. Blockbuster hidi zo'r yoqdi. O'zimga ham yoqdi, вообще zo'r hidi-yu, lekin Chelsea'ni hidi yoqmadi, chunki hammani didi har xil. Mandarinni hidi keladi. Shunaqangi mandarin ufurib turgan, mandarin ustingizdan sevgandek bo'lasiz. Nargi Chelsea'da kimga mandarin yoqadigan bo'lsa, o'shalarga tavsiya beraman. Blockbuster ko'proq древесный hid. Нежный, древесный. Yaxshi bu ham. Tak, buni o'zim ishlatdim. Tak, bunga ancha bo'lib qoldi buni ishlatganimga. Prosta idish qoluvdi, ham hidlab esimdan chiqib qolmasin, hidlab ana qilaman. Ham bironta kelganda zakaz bermoqchi bo'lgan odam namunaga ijtimo bo'lmasa, mana hidlab ko'radi, biladi hech bo'lmasa qanaqa hidligini. Klientlarimga ko'rsataman, olib qo'yganman butulочкалari kerak bo'ladi baribir. Buni hidi нежный, такой zo'r. O'zimga shunaqangi yoqqan. Hozirgi katalogda keladigan katalog mart katalogi, yo'q, mart emas, 3-katalog. 3-katalog 1-martgacha bo'ladigan katalogda 300 rublga kelar ekan. Qizlar olib, shoshilib, ulgurib zakaz qilib olamiz. O'zimga bitta shunaqa aytsam kerak, shunaqangi zo'r hidi. Qizlar, в общем, katta versiyasi yo'q, faqat maydasi. Trendy Tricky Go. Buni artikulini aytay desam, korobkasi ham yo'q, tashlab yuborganman. Artikuli yo'q, lekin agar kimga artikul kerak bo'lsa, yozsalaring, qaranglar, podarkaga bersalaring, mana 8-martga bersalaring, qaranglar qanaqa asalcha. Mana qo'limga qo'yaman. 30 mg. Maza qilib ishlatdim. Yozgi atir, bahorgi yozgi nejniy aromat. Qishga to'g'ri kelmasa kerak-ku. Qishga bunaqa og'irroq atirlar sepamiz. Hozir menda murmur, qora murmur. O'zimda qishki, rostdan ham qishki aromat u, og'irroq bundan. Bu rosa ham nejniy, yengilgina. Hozir bahor sezoniga olsam bo'ladi. Ham hozir ishlatayotgan yana bitta atircham murmurdan tashqari mana fruktoviysi. Konfetkan fruktoviysi. Bu korobkachasi qolgan hozir. Yoqda atirim turibdi, hali tugagan yo'q. Yarmini ishlatib bo'ldik. 33-26 qizim bilan birga ishlatyapmiz. 6 yosh, 7 yosh qizim bilan birga ishlatyapmiz. Fruktoviy hidligi uchun unga ham yoqyapti ishlatish. Nежный fruktoviy hid. Uyda bo'lsam buni ishlataman. Ko'chaga chiqsam murmur ishlataman. Chunki murmur более такой богатый запах. Birinchidan, ikkinchidan stoykiroq, bunga nisbatan stoykiroq va uchinchidan hidi mana qanday yoningizga odam kelganda bemalol tarqalib turadi sizda murmur hidi. Buniki ham yaxshi tarqab turadi, lekin buni stoykasi sal pastroq unga nisbatan. Bu туалетная вода bo'lsa kerak. Hozir o'qib ko'ring. Ha, bu туалетная вода для женщин. A murmuriki u parfumerniy voda, shuning uchun ham uniki ko'proq turadi. Lekin mana u yozga, вообще super yozga zo'r. Blockbuster kattalari ham bor. Bu ikkalasini maydacha faqat, kattasi yo'q. Murmuri kattasi bor. Keyingi obzorimda iloji boricha agar murmur atirim tugasa uni ko'rsataman, buni ko'rsataman.
va yana zubnoy pastalar. Обязательно zubnoy pasta ko'p ketadi bizda. Milalarimiz ko'p bo'lsa kerak yanaga obzorda ham. Shuning uchun kraskam bo'ladi sochga обязательно yana bo'yamoqchiman. Olib qo'yganman yana bitta kraska. Xohlasalaring hozir shu nimamda, mana o'tgan nimamda oldim, ko'rsatdim hozir. Mana bu yangisi bu eskisi, ichini ko'rsatib o'tib ketaman hozir sizlarga. Kimga qiziq bo'lsa, mana ichida bitta tubiki bor. Shunaqa kraskaniki, stoyka krem kraska для волос так. Fokusimiz bo'lmayapti. Так bu. Mana banочкamiz. Так. Instruksiyasi, maskasi va perchatkasi. Buni bunga solamiz, aralashtiramiz va ishlatamiz. Tak, shu mana kraskamizni ham ko'rsatdim. Buni keyingi safar ko'rasizlar endi bu idishini. Tak, keyingi bo'sh banочкalarim videosida ko'rasizlar. Ko'rishguncha qizlar xayr, yaxshi qolinglar.